Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Qanday notebooklar bor ekan? Bugun ko'pchilik so'ragan ofisnoy notebooklar bo'ladi. Xudo xolasa hammasi arzon narxlarda sizlar uchun zakazga topib keldim. Shu yerga bitta like bosib qo'yasizlar, podpiska tashlab qo'yasizlar. Birinchi notebookimiz Acer Aspire'dan. Olib yurishga удобный, juda ko'p olmas notebookimiz. Ichki holatlari ham yaxshi. Icheri sinib dast ketgan joylari yo'q. Xudo xolasa ishlatishga tayyor. Dizayn ham juda ham chiroyli ishlangan. Notebookimiz prosessori Intel Core i3 11-avlod, 2 teadir 4 ta patok 3 GHz dan boshlanadi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 4 GB li, doimiy xotirasi 1 TB li HDD xotira bilan jihozlangan bo'ladi Toshiba firmasidan. Notebookimizda Intel UHD встроенный video karta bor, qo'shimcha video karta yo'q. Bu notebookimiz asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, trading, dasturchilikni endi boshlamoqchi bo'lganlarga maslahat beramiz. Undan tashqari Corel, Photoshop programmalarini o'rganmoqchi bo'lganlar ishlatsanglar bo'ladi. O'yinlardan Gita, Counter, Dota shunga o'xshagan kichkina o'yinlarni bemalol o'ynay oladi. Notebookda kerakli supportlari bor. Notebookimiz zaryadga 2 soat garantiya beramiz. 4 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta, обычный programmada ishlashini hisobga olinganda notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Narxini sizlar uchun $169 qilib beramiz. Nasi savdo orqali bemalol hard qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar, Core i3 11 dasturchilikni endi boshlamoqchi bo'lganlar uchun $169 ga zo'r narx, uzoq turmaydi. Shuning uchun shoshilishni maslahat beraman. Keyingi notebookimiz HP dan. Notebookimiz holati xudo xolasa yaxshi sostanida. Dizayni ham chiroyli, skromli rang, oshcha, detalsiz. Notebookimizda kirilcha, lotincha bor. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS displey bilan jihozlangan, ekrani juda ham tiniq. Notebookimiz prosessori Intel Core i3 12-avlod U prosessorda 6 teadir 8 ta patok bo'ladi. 120 GHz dan notebookimiz bemalol 420 GHz ga turbo GHz razgon chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 8 GB li 3200 MHz li, doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD Samsung firmasidan. Notebookimizda Intel UHD o'zini встроенный video kartasi bo'ladi. Qo'shimcha video karta yo'q. Bu notebook ham asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, trading, dasturchilarga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari Corel, Photoshop o'yinlardan Gita, Counter, Dota'ni bemalol o'ynasa bo'ladi. Bunda ham kerakli portlar hamma yo'g'i bor. Notebookimiz asosiy dasturchilikni o'rganmoqchi bo'lgan, trading qilmoqchi bo'lganlar uchun narxi ham juda ham hamyonbop. Narxini sizlar uchun $189 qilib beramiz. Nasa savdo orqali hard qilsanglar bo'ladi. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadga 2 soat garantiya, naq 6 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta, qanaqa programmada ishlatishlariga qarab yetadi. Shoshilinglar, bunaqa narxga Core i3 12 yadr patogi balandi, uzoq turmaydi. Nasi savdo orqali ham bemalol hard qilsanglar bo'ladi. Keyingi notebookimiz Acer Aspire'dan yana bir ajoyib notebook. Ichki holati ham yaxshi. Dizayni ham juda ham chiroyli chiqqan. Notebookimiz 15.6 Full HD displey bilan jihozlangan bo'ladi. Notebookimiz prosessori Intel Core i3 N305, ya'ni Core i3 13-avlod 6 teadir 8 ta patok bo'ladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 4 GB li, doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel UHD встроенный video karta, qo'shimcha video karta yo'q. Bu notebookimiz ham asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, trading, dasturchilikka mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari Corel, Photoshop o'yinlardan Gita, Counter, Dota'ni bu notebookimiz ham bemalol o'ynasa bo'ladi. Asosiy vazifasi trading, dasturchilikka mo'ljallangan bo'ladi. Narxi bu notebookimiz ham hamyonbop. Sizlar uchun $199 qilib beramiz. Nasi savdo orqali hard qilsanglar bo'ladi. Notebookimizga 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadga 2 soat garantiya, 4 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Notebook 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Shoshilinglar, soni chegaralangan, hamma porti bor, kerakli supportlari, Type-C display hammasidan bor. Keyingi notebookimiz
Acer Aspire'dan holati bunisini o'ta ham go'zal, ideal sostoyanida. Ichki holati o'ta tiniq. Notebookimiz klaviaturasida 3 xil til bor: kirilcha, arabcha, lotincha. Notebook 15.6 Full HD displey bilan jihozlangan, ekrani juda ham tiniq. Notebookimiz prosessori Intel Core i5 1235 U prosessor, 10 teadir 12 tepatok, 130 Hz dan notebook bemalol 470 Hz ga turbo Hz razyomi chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 8 GB 3200 MHz dan, doimiy xotirasi 512 NVMe SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris встроенный video karta bor. Bu notebookimiz endi dasturchilik, tradingni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lganlar, uzoqroq bormoqchi bo'lganlar bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalterlar ham olib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Yana programmalardan Corel, Photoshop, AutoCAD programmasini o'rganmoqchi bo'lganlar olib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari Gita, Counter, Dota shunga o'xshagan o'yinlarda bu notebookimiz yaxshiroq kачествоda o'ynab bera oladi. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2023-yil ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadi 2 soat garantiya 4 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Notebookimiz narxini sizlar uchun $269 qilib beramiz. Nasib savdo orqali har qilsanglar bo'ladi. Kerakli supportlar hammasi bor. Shoshilinglar. Bunaqa ideal notebook uzoq turmaydi. Nasib savdo orqali har qilsanglar bo'ladi. Keyingi notebookimiz HP dan. Tepa korpusi ham, past korpusi ham juda go'zal. Bu yerga stiker yopishtirib qo'yibdi. Ahamiyat bermaysizlar. Ichki holati ham tiniq notebookimiz. Notebookimizda klaviatura подсветка bor, отпечатка bor. Notebookimiz 15.6 Full HD displey bilan jihozlangan bo'ladi. Protsessori Intel Core i5 1235 U prosessor, 10 teadir 12 tepatok, 130 Hz dan notebook bemalol 470 Hz ga turbo Hz razyomi chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 8 GB 3200 MHz, doimiy xotirasi 512 NVMe SSD bilan jihozlangan. Notebookda Intel UHD встроенный video karta bor. Qo'shimcha video karta yo'q. Bu notebookimizdan asosiy dasturchilik, tradingni chuqur o'rganmoqchi bo'lganlar bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter programmalardan Corel, Photoshop, o'yinlardan Gita, Counter, Dota'ni bemalol ko'tara oladi. Notebookimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadiga 2 soat garantiya, 4 soatga yetib bera oladi bemalol. Обычный programmalar ishlatsanglar albatta. Notebookimiz narxini $269 qilib beramiz. Bu notebookda ham bemalol nasib savdoyi har qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar, отпечаткasi bor, klaviaturasi, подсветкasi bor. Core i5 12 bunaqa narxda topish hozirgi paytda qiyin, garantiyalari bor. Yana bir ajoyib notebookimiz Asus VivoBookdan jemshug rangida. Tepa korpusi jemshug, tovlanadi, juda ham go'zal dizayni. Ichki holati ham o'ta chotki. Notebookda отпечатки bor, klaviatura, подсветка bor. Ekrani ham tiniq. 15.6 Full HD IPS displey bilan jihozlangan bo'ladi. Notebookimiz prosessoriga keladigan bo'lsa, Intel Core i5 11-avlod 4 teadir 8 tepatok, 240 Hz dan notebookimiz bemalol turbo Hz 430 Hz ga turbo Hz razyomi chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 8 GB 3200 MHz, doimiy xotirasi 256 NVMe SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris встроенный video karta bor, qo'shimcha video karta yo'q. Bu notebookimiz ham bemalol dasturchilikda, tradingda uzoq muddat ishlatmoqchi bo'lganlar olib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter programmalardan AutoCAD, Corel, Photoshop programmasini, o'yinlardan Gita, Counter, Dota'ni bemalol ko'tara oladi. Notebookimiz 2022-yil ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadiga 2 soat garantiya, 4 soatga bu notebookimiz ham bemalol yetib bera oladi. Sizlar uchun narxini $249 qilib beramiz. Nasib savdo orqali har qilsanglar bo'ladi. Kerakli portlar hamma yo'g'i bor. Va bu notebooklarni men aytib o'tib yetmagan ma'lumotlari, bu notebooklar qo'shimcha nimalari bor,
bilmoqchi bo'lsanglar, bemalol Telegram kanali orqali bilib olsanglar bo'ladi. U yerda to'liq post joylangan, sizlarga kerakli joylar rasmga olinib, notebookda GLS'lar, chastotasi hamma yo'g'i batafsil. Men misol aytib o'tgan joylarni bemalol u yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Bular bilan birga kelgan notebooklar bor. Shularni ham o'zingizlarga yoqqanini tanlab xarid qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol adminlarimizga yoki Telegramdagi gruppadagi adminlarimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha savolinglar, taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirsanglar, keyingi videolarda xudo xohlasa cho'tki qilib obzor qilib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Razer jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.